Raqamli texnologiyalar vazirligi, kadastr agentligi, Adliya vazirligi hamda Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi tomonidan Toshkent shahrida eksperiment tariqasida qurilishga ruxsat berish va arxitektura rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish, davlat xizmatlari kompozit tarzda ko'rsatish bo'yicha qo'shma qaror tasdiqlandi. Mazkur hujjatga asosan 2025-yil 15-fevraldan boshlab qurilishga ruxsat berish va arxitektura rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish uchun zarur bo'lgan muddatlar va ko'rib chiqish bosqichlari sezilarli darajada qisqartirildi. Bu o'zgarishlar nafaqat ortiqcha ovoragarchilikni, balki vaqt va mablag'ni tejashga ham yordam beradi. Bitta ariza bilan qurilishga ruxsatnoma va ART hujjatlarini olish imkoniyati yaratildi. Tajriba 2025-yil oxiriga qadar Toshkent shahrida olib boriladi va natijalari bo'yicha respublika miqyosida joriy qilish uchun Vazirlar Mahkamasiga takliflar taqdim etiladi. Xizmatdan foydalanish uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, ya'ni my.gov.uz orqali sinov tartibidagi xizmatlar bo'limida Toshkent shahridagi obyektni qayta ixtisoslashtirish va rekonstruksiya qilish ruxsatnomasi va arxitektura rejalashtirish topshirig'ini olish xizmatidan foydalaniladi. Bitta bo'lim orqali 5 ta xizmatdan foydalanish imkoniyatingiz mavjud. Bular obyektni ixtisosini o'zgartirish, obyektni rekonstruksiya qilish, obyektni ixtisosini o'zgartirish va rekonstruksiya qilish, yangi arxitektura rejalashtirish topshirig'ini olish, arxitektura rejalashtirish topshirig'ini qayta rasmiylashtirish. Endi bular haqida batafsil. Birinchisi, obyektni ixtisosini o'zgartirish. Bino va inshootni dastlabki funksional maqsadini, foydalanish yo'nalishini rekonstruksiya qilmasdan boshqa bir yo'nalishga o'zgartirish. Misol uchun, turar joyni do'kon yoki xizmat ko'rsatish markaziga aylantirish. Ushbu xizmat natijasida ruxsatnoma beriladi. Ikkinchisi, obyektni rekonstruksiya qilish. Bino va inshootlarni qayta qurish, rekonstruksiya qilish hamda o'z hududida qo'shimcha bino va inshootlarni qurish. Misol, eskirgan bir qavatli savdo do'konini buzib, o'rniga 2 qavatli savdo va maishiy xizmat ko'rsatish binosini qurish. Ruxsatnoma va arxitektura rejalashtirish topshirig'i beriladi. Obyektni ixtisosini o'zgartirish va rekonstruksiya qilish. Bino va inshootni rekonstruksiya yoki qayta qurgan holda funksional maqsadini o'zgartirish. Misol uchun, turar joy binosini rekonstruksiya qilish orqali ofis yoki mehmonxonaga aylantirish. Natijada ruxsatnoma va arxitektura rejalashtirish topshirig'i beriladi. To'rtinchisi, yangi arxitektura rejalashtirish topshirig'ini olish. O'z kuchini yo'qotmagan tuman qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bo'limining ruxsatnomasi, e-auksion yagona elektron savdo maydonchasi orqali olingan bayonnoma, maqsadli dasturlarga kiritilgan obyektlar uchun hukumat yoki mahalliy hokimliklarning qarori mavjud bo'lganda ushbu xizmatdan foydalaniladi. Beshinchisi, arxitektura rejalashtirish topshirig'ini qayta rasmiylashtirish. O'z kuchini yo'qotmagan arxitektura rejalashtirish topshirig'ini qayta olish talab etilganda ushbu xizmatdan foydalaniladi.